Uyga borib, dastavkalarni chiqarib, endi hozir bog'chaga keldim. Muhammad Aminxonni bog'chadan bugun voqliroq olib, bugun 3-marta osteopatga olib boryapman. Osteopat degani bu bolani nerv tomirlari siqilib qolganda venalar bilan ishlaydigan doktorlar aytilar ekan. O'sha 3-marta olib boryapman. O'g'limda nima o'zgarish bo'ldi 3-martagacha? Haftada 1 marta qilinar ekan. Shu tomirlarni ushab turib, nima desa bo'ladi, tomir yo'lini ochar ekanda. Xo'p, bolamdagi o'zgarish ko'p gapiradigan bo'ldi. Bo'yi o'sdi bolamni, gapirishi aktivligi kuchaydi o'g'limda. Shu narsalarni sezdim. Osteopatni ham biz Plan Baby'da topdik. O'sha yoqqa kelyapmiz. O'g'loypa degan bitta ayol qilyaptilar. Haqiqatda juda ham rezultati yaxshi bo'lyapti. Agar mabodo sizlarga ham kerak bo'lsa, men bitga akoshka qoldirib ketaman. Kerak deb yozsanglar, atmetka qilib qoldirib ketaman. Agar sizlarga ham farzandingiz